yoshlar, ko'zingizda yoshingiz ushlar, yugurdingiz davolar istab, duo so'rab hammadan dada, shifo so'rab Allohdan dada. Ey dadajonim, bir baland tog'im dadam, qadri osmonim, mevali bog'im dadam. Ey dadajonim, dard ko'rmang alam, dardga darmonim dadajonim. Azizlar, assalomu alaykum. Mana bugun ijodiy guruhimiz bilan YouTube kanalimiz ijodkorlari elimizni yana bir baxtiyor oilasi ostonasidamiz. Bu xonadonni sohibi o'zini halol mehnati bilan elda ulug'langan insonlardan, oilasi bag'rida baxtini topgan insonlardan, Alloh taolo bergan umrdan, rizqi nasibadan shukronalar aytib, umridan rozi bo'lib yashayotgan insonlar xonadonida biz bugun sizlar bilan birgalikda bo'lamiz. Ularning quvonchiga sherik bo'lamiz. Marhamat, ichkariga kiramiz bo'lmasa. Dadajonim mani, onajonim mani, olamda ikkingiz yagonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda parvonam mani. Biringiz davlatim, biringiz jannatim, tugamas siz uchun aytilar rahmatim. Biz uchun haromda, quvonchga to'lingda, 80-90da yasharib yuringda. Dadajonim mani, onajonim mani, olamda ikkingiz yagonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda parvonam mani. Kechagi kun sira ertaga qaytmaydi, xushbu kunlarga hech nima yetmaydi. Borimni berayman, o'pib erkalayman, siz uchun bugun shu sho'xidan kuylayman. Dadajonim mani, onajonim mani, olamda ikkingiz yagonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda parvonam mani. Sog'omon bo'linglar, rohatim ko'ringlar, meni ham davrimda bir o'ynab kulinglar. Mehrli ko'zingiz, duoda so'zingiz, siz sabab shu kunga keldi-da o'g'lingiz. Dadajonim mani, onajonim mani, olamda ikkingiz yagonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda parvonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, olamda ikkingiz
Hadiya bo'lsin sizga shirin kalomlar. Duolarda aziz, go'zal salomlar. Uyingiz mudamon nurlarga to'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli eldoshlar, yaqinlarim, azizlarim. Mana bugun elimizning eng bir hurmatli insonlardan biri Toyirvoy ukamizni tavallud kuni munosabati bilan to'kin dasturxon atrofiga jam bo'lgan ekanmiz. Avvalo ijodiy guruhimiz nomidan Toyirvoy sizni, oilangizni go'zal kunlaringiz bilan, ajoyib damlaringiz bilan chin dildan muborakbod etamiz. Albatta sizni tug'ilgan kuningiz eng bir muqaddas kunlarga, oylar sultoni bo'lgan ro'zai Ramazon oyida, qolaversa Navro'z ayyomi arafasida nishonlanayotgan ekan. Har kuningiz bayram, har kuningiz Navro'z bo'lsin iloyim. Uzoq yashang. Allohim xonadoningizga nur bersin. Allohim xonadoningizga nur bersin. Dardingizga huzur bersin. Ishlaringizga omad bersin. Qo'lingizga halol daromad bersin. Umringizga chiroyli, hidoyatli umr bersin. Yaqinlaringizga quvonch bersin. Oilangizga baxt va saodat bersin. Dasturxoningizga esa fayz va barakat bersin. Ana shunday go'zal niyatlar bilan sizni bugungi tavallud kuningiz bilan muborakbod etar ekanmiz. Atrofingizni o'rab turgan yaqin insonlaringizni niyatlariga, tilaklariga o'tamiz. Dastlabki so'zimizni shu yerda hurmatli otaxon akamiz turibdilar. Keyin og'aynilar bir chetdan davom qildiraverasizlar niyatlaringizni. Assalomu alaykum hurmatli erdoshlar. Yine bugün og'aynamizni tug'ilgan kuni. Tug'ilgan tabriklaymiz. Uzoq umr, keng davlat. Kelinimiz bilan teng yashab teng. Yalaman ayay. Hadi yaşalım. Neymiş? Sen zor değerli çıktı. Zor değerli. Daima verin daima. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Yine bugün Tahir qaynog'amiz yine bugün tug'ilgan kuni ekan. 57 yosh, 58 yoshga chiqqan ekan. Iloyim bu 100 yoshga chiqsin. Şu bola chaqasini elinde so'ysin, qo'shqanlari bilan qo'sha qarasin. Şu muborak bilan teng yashashqaysan. Aqtiqlarini, cho'liqlaring to'ylarında bundan ham foizli bo'lib o'tirmoq hammamizga nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Majiyanga xursand. Yaxshi, rahmat so'z berganlaringiz uchun. Mana Toyir joram shu, ham sinfdosh, ham jo'ra. Yana shu 58 yoshda ekan. She'rni so'ngroq. Tabriklaymiz. Yo'llan yuning bilan muborak bilan teng yasha, teng qarri. Yana yaqinda yana yo'ldosh ekam 70 yillik berdi. O'shan ham 70 yillik berib, saqqalarni sepalab o'tirik bizlar ham. Bizlar ham shuni ko'raylik. Yaxshi, rahmat. Toyirjo'ra uzoq yashaysin Xudoyim va keng davlat, shu bog'laring, aqtiqlaring rohatini ko'rib, muborak bilan teng yetarli bilgaysan. Topqaling yaxshi kun to'ylar buyursin. Toyirvoy tabriklayman. Iloyim 100 yosh. Shu bola chaqangizda sog'ma yurgansan, muborak bilan teng yashab, teng qarib, shu aqtiqlaringni to'ylarida bosh bo'lib yurmakni Xudo nasib qilsin. Hamma o'yingda yashagan to'ylar bo'lsin, tabriklayman. Yaxshi. Toyir qo'nishim bayna. Cheldan beri qo'nishimiz nemiz, araq turda yo'qmiz. Muborak ham shunday siylashib zatati birimiz. Avvalambor sen to'lgan kuning bilan birga tabriklayman. Muborak bilan birga qo'sha qarg'aysan. Gelinlerin, artıqların, qizlaring rohatini ko'rgaysan. Shularning xizmatini ko'rgaysan. Ama seferde yurgan balagam sağaman yegey. Ana şu artıqlarda toylarını verip şu dostlarlarda hech qalarini o'rnlarida o'chmasdan shunday deb o'tirmak nasib etsin.
Sağ yürü, salamet ol. Allah Teala vergen yaşlı. Kızıklar deyip yaşa. Ben sana pala yaş diyen bilen. Beni kolum demez o. Hava. Hava. Assalamu alaykum. Avvalambor. Shu bilan shu Toyir Amin adresine shunday yaxshi niyatlar aytildi. Men shu niyatlarga qo'shilaman. Uzoq yosh bersin, keng davlat bersin. Shuna muborak bin bilan qo'sha qarsinlar. İşte baxtlı olsunlar. Baxtlıman deyəndə yaxşı baxtlı olsunlar. Ava. Uzoq yosh bersin. Keng davlat. Selam, sence? Bacı tebrikleme. Uzak yaş. İlahim şu mübarek bin bilen baxtlı olup, aktıklar toyunda şunda deyip, yaş olup, şu yaşta yürüngler de. Yaş mı? Ava. Urup. Yaxşı. Tebrikleme şu. Uzak yaş. Ben şu ağamı təbrikləməm, şu ağam 100 yaşlara girebilsin. Diyeyim mən, ten yaşap, ten qarıb, baxlı olsunlar. Rahmat. Mana ağaylar, aka-ukalar yaxshi gaplar aytdilar. Endigi tabrik so'zini shu Toyirvoyning umr yo'ldoshi Muborakxonga beramiz. Er yigitga baland aql bo'y bergil. Shu bo'yiga yarashqli o'y bergil. Ko'p rizq berma qazoniga mayliga, ammo aql bekasi bor uy bergil. Toyirvoyni Toyirvoy bo'lib yurishida albatta mana shu Muborakxonning hissasi katta. Har qanday kuchli erkakning ortida oqila, aqlli ayollar turadi. Albatta shu oila og'zi bir bo'lsa, farzandlar ham mehr muhabbatli bo'laveradilar. Mana bugungi mana shu kechamizni Toyirvoyni Muborakxonning farzandlari, o'g'il qizlari uyushtirgan ekan. YouTube kanalimiz nomidan shu farzandlariga ham uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Endi esa tabrik so'zlarini davom ettirar ekanmiz. Toyirvoyni umr yo'ldoshi Muborakdan qo'ng'isini eshitamizki, Muborakxon sizga navbat beramiz. Men ham shu ma qarab tur. Toyir 100 yosh tilayman. Xudoyim bağalarını, hemmesini, rahatını ko'rgaysan, baxtına, taxtına suyani birgaysan. Muborak bilan qo'sha qarri. Hamisha shunday dasturxoning ochiq bo'lsin. O'zi birchiligimizni bersin. Rahmat, Badar. Hava jo'shib yuravergaysan. Hava jo'shib. Jo'shqin yigitsan, jo'shib yur. Hava qo'sha qarrilar. Zuhrani ham tabriklayman aytgandek, Zuhradan yoddan chiqib ketmasin. Unga da uzoq yosh, keng davlat. Rahmat. Eng yaxshi tilaklarni ayting. Muborak, eng yaxshi tilak. Yaxshi. Men ham avvalam hammangizga salomatlik tilayman. Shu keltirgan Navro'z ayyomlaringiz bilan tabriklaymiz. Bizlar da shunday yaxshi kunlarimizga kelgan ekansizlar, bizlar ham sizlarni xonadonlaringizda yaxshi kunlaringizga boraverik. Qalaversa shu baxt qushima uzoq yosh, keng davlat tilayman. Bizlarda boshimizda hamisha sog'lik bo'lsin. Kuch-quvvat tilayman menga. Shu aqtiqlarimizni, bag'alarimizni eldinda o'ynab kelib, davlat boshchimiz bo'lsin. Ering to'g'rida bir she'r yop. Turmush o'rtog'im go'zal davrda, keling yurakdan bo'laylik sirdosh. O'tli latif yoshingizga bugun yana qo'shildi bir yosh. Bolalarim erkatasiz, ne istasangiz sizga muhayyo. Davlat o'ri bugun sizniki, yuzingizdadir tabassum hayo. Jo'shqin boy bo'lavering. Menam ukami xonadonda shunday yaxshi kunda o'tirgan ekanmiz. Men bu ukama uzoq umr tilayman. Zuhra bilan ikkisini ham tabriklayman. Xudoyim shu muborak bilan qo'sha qarri birgaylar. Hamisha shu xonadonda to'yda yaxshi kunlarga kelgaymiz. Bular o'zlari istagancha yosh bergay. O'zlaricha yosh yashasa Xudoy taolom bergan yoshini yashagaylar Xudoyim. Shu xonadonda otamen ham tutunni tutatib o'tiribdilar. Xudoyim bular ham shu bog'alarning rohatini ko'rib bilmak nasib etsin. Uka tabriklayman. Rahmat.
Gorka, gorka. Uzak yaşagaysan Xudayım. Yaxşı rahmet abla. Aleyküm. Menem şu Tayram bilen Sövrepkemi tolgan günler bilen tebrikliymen. Şu biyim bilen koşak arısılla, uzak yaşasılla, öz istegençe yaş versin. Şu aktık çolukların toylarında şünnetip sağ salametlikte oynayıp gülüp yürevergeyler. Megende keledi özü. Tebrikliymen. Menem şu hemme yaxşı tileklere koşulaman. Tayra istegençe yaş bergey, Zuhrapamam. Uzak yaşagaysla epkem bilen koşa garip, oynap gülüp, aktık çoğuluklarda rahatlarını körüyüp, serdaram ama so kelip, toylayata boturgaysla ilayım. Yaxşı gün dep kegeyimiz hemişe. Rahmet, menem Tayrama. Sağlık, salametlik tilimen, tebriklimen turgan gün bilen. Öpken bilen tin yaşap, tin kargaysla. Men isteymen dünyada mengü, baxtli hayat bolsun sizge yar. Külüp durgan şahla ko'zingiz, yana ko'rsin ming milligan bahar. Tebriklimen. Rahmet benim hayırımdan mübarek. Kuşa qarıb 100 yaşlardan inşallah qandam şunettirib yaxşı günlerde oturğaymız. Ruhra çıkanamamı tebrikliymen. Dolgan günlerimle yüzlere çıkıbürsün. Hemşe yaxşı gün dep gelek. Bağala soğuk olsun, soğuk salametlik olur. Mamushka. Menem şu ağama uzak ömür tileymen. Xudayım biyim bilen tin yaşap, tin kargaysız. Şu Zuhrem memem doğulgan günü bilen tebrikliymen. Xudayım bağalarınızı rahatını görgeysiz. Serdar Ükemem ama so işlek gelip Xudayım sünnet toylar berip oturgaysız. Menem ekem tulgan günü bilen tebrikliymen. Apam bilen birge yaşap, birge karı birgeyle. Enem namından ap tebrikliymen. Menem atam tebrikliymen, enem bilen mülla uzak bolsan, Serdar namından am tebrikliymen. Menem şu ağama uzak ömür tileymen. Biyim bilen den yaşap, den karısılla. Bağalarını rahatını görsünler. Zuhrem Mehmet'em uzak ömür tileymen. Soyursunlar. Rahmet hammalariңizga shirin, go'zal tilaklaringizga rahmat. Sizlardan shunday bir hayotlaringizda ajoyib kunlar ko'p bo'laversin. Tayro yana bir bor tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Uyda tinch bo'lsin, yigitni avval, so'ngra butun bo'lsin do'stning iymoni. Yigit kishi qachon baxtli bo'ladi? Oilasi butun bo'lsa, farzandlari atrofida, do'st diyorlar atrofida bo'lsa, albatta bu hayotda baxt shundan ortiq baxt bo'lmasa kerak. Ina qolgan umringizda bolalarni baxtına taxtına suyanib, Muborakxon bilan teng qarib, teng yashab, eng yaxshi kunlarni ko'rib yurmak sizlarga nasib etsin. Shodlik bergin, Allohim. Dilim g'amga to'ldirma, bolalarim baxtiga menga uzoq umr ber. Sabr bergil. Libos kiydir sabrdan, saqla gunoh kabirdan, uzoqroq tut qabrdan, menga uzoq umr ber. Bu kunlarni ko'p kutdim, goh sharbat, goh qon yutdim, endi murodga yetdim, menga uzoq umr ber. Iymon nurga to'lguncha, tavbam qabul bo'lguncha, bolam baxtli bo'lguncha, menga uzoq umr ber. Tayroy sizga Alloh taolodan mana shu Ina mehmonlarimizni ketib uzilmay turibdi. Sabahat qizimiz, kuyovlarimiz marhamat ezgu niyatlarini aytadi ekanlar. Sabahat qancha qizim? Yaxshi. Ashura borib aytadi. Yaxshi, menem ekem doğan günü ekem bugün tebrikliymen. İlayim 100 yaşlara girgendem şunu ettirip oynayıp gülü birge ekem. Bize baktığımıza hemşe sağ yürüsün. Orus'ta ülkemin namından hem tebriklep koyaman. Ekem bilen apam hemşe baktılarımıza tacı bolu birsin başımızda. Gepledi gelini. Gepledi yok, bak. Gelini geple.
Daima uzak yaş dilimiz. Özü istenç yaş versin. Biyim bilen koşa karıp. İlahim ikisine ömrü uzak olsun. Hemşe hanadanızda yaxşı gün olsun. Toy olsun. Dahi tebrikliyimiz uzak yaşlılar. Yapım qayt ketdi. Aka sizni yaxshi ko'ramiz. Opa siz ham yaxshi ko'ramiz. Rahmat güzel, yaxshi niyatlar uchun. Şurada Hacı anamız bir yaxshi niyatlar açsa degan niyatda edik. Bu mukaddes ayda bunday insonlarning tilaklari albatta amalga oshadi. Hacı anamızın niyatlarini eshitamiz, marhamat. Menim şu tayrağıma doğulgan günü bilen tebriklimen. Şu mübarek düganamız bilen koşak karınla. Şu aktık çoğuluklarını yaxşı günlerini görüşəm nasip etsin. İlham namından ham tebriklimen sizlerni. Şu girikki yatırgan Roza Ramazan aylarında 21 Mart bahar, yengileniş, yaşarış beyram bilen hemmenizi tebriklimen. Şura yığılğanların üyünde hem muaq yaxşı gün, toy dep barmaq hemmemize nasip roza etsin. Hoşkallarınız bilen hoşa karınlar. Tebriklimen. Gorka, Kemper, Gorka. Gorka. Rahmat Müyesser, ezgi tilaklaringizga qo'shilib qolamiz. Sağ olun, salomat bo'lin, xonadoningizga to'ylar nafasini tilab qolamiz. Yana bir bor hammasi yaxshi niyatlarda aytdilar Tayirvoy. Shu tilaklarga, shu niyatlarga yana bir bor qo'shilamiz. Endi sen shu Muborakxon bilan Tayirvoyni to'rt oldiga taklif etamiz. Baxt shudir, munosib yor topsang agar, mo'tabar yoshlarga yetib yashasang u umring so'ngiga qadar bir-birovni hurmat qilib yashasang. Bularni turishini qarang, 18 yashar yigit qizga o'xshab. Muborak Gülek kep duranmı Tayirvoy her vaqta bir? Ya bugunmi? Ya indi qaralık. Endi hazil. Baxtli bo'linglar, iloyim qo'sha qaringlar. Bu masalalarni to'rtni oldina taklif etamiz. Farzandlaringiz bilan birga baham ko'rasizlar. Temi durunglar, temi. Aşk durmayın da şuna Millet, kadram sıkıntı. Şu Tahir Bey, Curamız. Abi evet tut. Geçirey. Sınıftaş bilen baklı basılar. Şu hizmet hava. Yaman günü olmasın. Sağama ailesinde yüzsüzler. Kurdu cora. 50'sinde 60'ına oturmuş. 70-80 yüzünden şuna oturalım. Sınıftaşım bana hizmet ne etsin? Yaman günü olmasın. Nereye? Bu sınıftaşı nereye? Hürmet etse olur, hürmet görelim. Sınıftaş bilen baklı basılar. Hizmeti versin. Yaman günü olmaz. Ha? Altın kız ha? Marajını vereyim, marajını yiysen mi? Marajını yiysen. Baklı basılar. Acaba yaxşı ya, rahmet. Hamdan boy, ezgu niyatlaringizga qo'shilib qolamiz. Bo'lmasa Rahmet cora, rahmet. Hammayı sudagi turganlarni ko'pga Alloh sabr Bo'ldi cora, bo'ldi. Rahmat, katta rahmat. Sog'-omon kelinglar. Bo'lmasa navbatni o'yin kuligiga boramiz. Bu ajoyib davrada ajoyib qo'shiqlar yangraydi.
Yalan bu sözler yalanla, cananla kızsam cananla, yürek yok kızımda.
başa omad yor bo'lsin senga. Yana bahor keldi, chechaklar taqib, alvon lolalarga to'ldi adirlari, go'zalligi qaytgan olamga boqib, men senga bir tilak bildirgim kelar. Toyroy, bugun sizning nomingizda dim yaxshi, dim ajoyib niyatlar aytildi. Ana shu istaklar, niyatlar, tilaklar hamisha hayotlaringizda yo'ldosh bo'lib turishini Alloh taolodan yana bir bora so'rab qolamiz. Muborakxonni hali sizga ayta olmagan bir dil so'zlari bor ekan. Ina bugun sizni xonadoningizga kelib, Toyirvoy necha yoshga chiqdingiz deb so'ramadik. Yoshni so'ramadilar. Muborakni so'zi shunday ekan sizga: "Ilk sevgimni hamon senda ko'raman. Ko'zingga termulsam ayon ko'raman. 18 yoshdasan, hamon men uchun yoshni sanaganni yomon ko'raman." Barchamiz ham yomon ko'ramiz yoshni sanashni, to'g'rimi? Ana shu qalbidagi mehr muhabbat hali jo'shirib turgan ekan. Muborakxonni ozgina gaplar qilib aytilmagan. Qani eshitamiz. Yaxshi, men ham avvalamush yoshligim sinfdoshlarna, do'stlarna hammasine rahmat aytaman. Qolaversa shu ishlarni uyushtirgan Sardor bolamma, qizlarimga, gelinlarime kattadan katta rahmatlar aytaman. Bular işlerine rivoj bersin, Xudoyim to'lib toshib kelaversinlar. Uylarimizda hamisha shunday do'stlar davrasi ko'p bo'lib to'ylab bo'laversin. Sizlardan ishlaringizga rivoj, ovozlaringizga ovoz qo'shilaversin. Xudoyim rahmat. Kimga Alloh davlat berarkan, kimga obro' savlat berarkan, menga sizlardek farzand berarkan, Alloh bergan farzandlarim, kimga boylik qator, kimga shu kimdir tirnoq qazor, mening sizlardek farzandlarim bor, Alloh bergan farzandlarim. Hamisha shu farzandlarim baxtimizga sog' yursinlar. Shularda baxtına, taxtına suyanib birish bizlarga nasib etsin. Shu baxt qushim Xudoyim hassa chalib başımızda yuraversin. Chalı kampir bo'lib, shu aqtiq cho'liq yovliqlarni ko'rish Alloh taolam o'zi mesar etsin. Abakıcım, Rahmat Muborakxon. Iloyim bir-biringizni baxtingizga qorib, yetaklashib, farzandlaringizni kamolini ko'rib yuraverish nasib etsin. Mol dunyosi bo'lmasa hamki, parcha noni bo'lsin yigitni. Ko'ngli kabi ochiq va tanti, dasturxoni bo'lsin yigitni. Ko'rganida ko'z to'yadigan, quchganida qo'l kuyadigan, yelkasidan suv quyadigan yori joni bo'lsin yigitni. Oilangizga ko'z tegmasin, baxtingizga ko'z tegmasin. Toyroy bugun Javlonbek Ishmetov YouTube kanali ijodkorlari sizning xizmatingizda bo'ldilar. Ajoyib tilaklarimiz bilan, yaxshi niyatlarimiz bilan xonadoningizga, sizlarni o'tirishingizga ozgina fayz bera olgan bo'lsak, biz o'z vazifamizni bajargan bo'lamiz. Hamisha xonadoningizga Allohning nuri yog'ilib tursin. Istagim o'chmasin yongan chirog'ing. Yulduzday nur sochsin chashming, qarog'ing. Magar chinor bo'lsang, chinordek yasha. Bevaqt uzilmasin biron yaprog'ing. Ana shu ezgu niyatlar bilan biz vazifamizni tugatamiz. Sanamjon opa?
Gepletmedik. Ben bir narsa ben size. Yaxşı. Geplevedik yan adam. Üke uzak yaş dilemen sana. Uzak yaşagaysan Xudayım. Ayımcan, Cevlanbek, təsviri alıp durgan hemmesine rahmetler aytaman. Hemişe şimdi toylardan başınız çıkmay, acakınız təsvir bolsun, toy bolsun. Hemişe yaxşı günlerde uçraşa vereli. Şu atamı enemin xanadanına fakat yaxşı günlere geleli. Gelinim bile ükeme uzak ömür dilime yine bir merte. Uzak yaşagaysla özleriniz istegençe yaş versin. Yaxşı, rahmet. Rahmet Sanem Canapa. Biz elini xizmetine daim tayyormiz. Rahmet hammangizni xonadoningizda yaxshi kunlar bo'lsin, yaxshi kunlarda uchrashish nasib etsin. Rahmat barchangizga.